Assalomu alaykum va rahmatulloh, qadrli do'stlar. Главная президентская дорога, Samarkand City, trikotajная fabrika. Kolxoz Pobeda machitidan 400 metr ataga kirganda 10 sotixli, 17 ga 21 fasadli 3 qavatli kattagina hovlimiz sotuvga chiqdi. Ko'rib turganingizdek 1, 2, 3, ikkinchi va 3-chi qavatimizda 4 ta 5 ta xonalari mavjud. Har bir xonalarida master room, sanuzellari mavjud. Ko'rib turganingizdek xonamizning proyekti. Mana bu turar joyimiz kattagina zilonli zona bo'lyapti. G-образный прям balkonimizning tagida kattagina basseyn qursangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek hayvon qismimiz va oshxona qismimiz. Hovlimiz 2 aka-ukalar uchun mo'ljallangan katta gula bo'lyapti. Kirib kelish qismimizda o'ng qo'limizda kattagina 2 ta katta zal va oshxona qismimiz bo'lyapti. Kirish qismimizda 2 ta 3 ta moshi bemalol sig'adi. Qasr uyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Dizayn, proyekt, hamma narsasi tayyor. Xohlagan didizga qarab bu kattagina 10 sotixli xonadonimizni ta'minlab olasiz. Xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsak, atiga 320 ming AQSh dollar. Eksklyuzivga murojaat qilsalaringizga chiroyli qilib savdo qilib olib beramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.